Tog'a, ertaga 11 da osh ekan. Boramiz oshiga. Maza qilib yeymiz. Assalomu alaykum Shokir aka. Ha, Jo'rabek, qanaysan? Ha, ertaga meni ham to'yim bor edi, shu 11 da. Ertaga Nodir polvon uydan to'yku, o't bilan ko'rishsin ham. Aka, buni qo'shnilarni oldida uyaltirmang. Ha, senikin inningga aytamiz, bor. Mashina olib qo'ying. Sen meni bitta nosni sotib olmoqchimisan? Mayli. Bunisini olib qo'ying aka. Ha, bu boshqa gap. Ha. Bo'pti, o'zim aytaman, sen ketaver. Endi Nodir polvon uyiga hammasini aytib qo'ydingiz-ku. Ko'rmoqchimisan? Ha. Ertaga soat 11:00 da Jo'rabekning uyiga Abduxodir Husanov kelar ekan. Hamma o'tsin. Qo'l kelmayapti vejiya shu. Husanov deydimi? Ketdik, kasm olibsiz. Oshchi tog', osh. Osh atmang. Hozir.